Ota-onamga, akamga 400 ta kvartirani sotib olgandan keyin men hozirgi kunda 10 mingdan oshiq ayollarga daromadini oshirishga yordam bergan. Kitobim Marketing qirolichasi nomli kitobimni 20 mingta tirajda sotib o'tganga qilinadi. Bilim olish xato, aldangan hisoblanishadi. Va sizdan narsa sotib olmaganlar yomon insonlar emas. Sotish bu ayb ish emas yoki pastki qatlamli ish emas. Steve Jobs chiqib o'zini iPhone'ini sotgan, Tesla chiqib o'zinikini sotgan. Sotish bu zo'r o'yin. Uni yutgan sari pulus ko'payadi. Agarda hamma raqobat narxga qarab sotib olganda hamma o'riklardan kelayotgan bo'ladi, betkaragidan kelayotgan bo'ladi. Sotuv bu gunoh yoki aldash emasligini o'rgandingiz. Agar hozirda siz reklamaga katta pul sarflab, oz natija va oz sotuv qilayotgan bo'lsangiz, SMM targetolog sotuv bo'limiga katta pul sarflab, oxirida hisobotda hali ham minusda bo'lsangiz, obunachilaringiz bor, reelslaringizda prosmotr bor, ammo lekin mahsulotingizni oz odam sotib olayotgan bo'lsa, aynan shu darslik siz uchun. Assalomu alaykum, men Alima Aybekovna va sizni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agarda sotuvlaringizni 10 barobar oshirmoqchi bo'lsangiz, faqat bayram kunlarida emas, sistemli har doim sotuv bo'lishini xohlasangiz, daromadingizni 10 barobar oshirmoqchi bo'lsangiz, SMM target blogerlarga ozroq pul sarflamoqchi bo'lsangiz, siz to'g'ri manzildasiz. Darslikdan avval men sizga o'zimni tanishtirib o'tsam, men Alima Aybekovna, 18 yillik tajribaga ega, xalqaro ta'lim va xalqaro tajribaga ega marketologman. O'zimni tajribamni Westminster universitetining iqtisod fakultetida professorning yordamchisi, ustozlik qilib boshlaganman karyeramni. Keyin Amerikada xalqaro dermatologiya kompaniyasida ishlaganman u yerda. MBA diplomini Amerikada qo'lga kiritganman. Undan tashqari O'zbekistonga qaytib 400 dan oshiq kvartiralar sotilishiga sababchi bo'lib, keyin Andijondagi vodidagi eng katta Navro'z molni ichini xalqaro brendlar bilan to'ldirishda shug'ullanganman. Kvartira, kosmetologik kompaniya hamda katta savdo majmualari, turk partnyorlar bilan ishlash, o'zimiz Cinnamon Sugar Plum brendiga asos solinishiga, brendingdan birinchi sotuvlari, fotosessiyalar, reklamalarni yo'lga qo'yib olib, oyima Maison de Madame brendiga yordam berib, ota-onamga, akamga 400 ta kvartirani sotib olgandan keyin men har xil yo'nalishda bilimga ega bo'lganimdan keyin o'zbek ayollariga yordam beraman deb qaror qabul qilganman. Bundan tashqari O'zbekistondagi tadbirkorlarga bepul ma'lumot biznes rivoj sahifamda ulashganman. Growth Academy loyihami o'zimni o'rtog'im bilan birga boshlab, muvaffaqiyatli yopganman ham. Demak, menda nafaqat tajriba bor, nafaqat bitta yo'nalishda, balki atelye, mahalliy brendni qurish, uy sotish, xalqaro brendlarni O'zbekistonga olib kelish, vodiyda eng katta savdo majmuasini barpo qilish hamda 10 mingdan oshiq ayollarga bilim berish bo'yicha tajriba yetarli. Hozirgi kunda 10 mingdan oshiq ayollarga daromadini oshirishga yordam bergan. Meni kurslarimni o'qigan ayollar nafaqat daromadini oshirishgan, balki o'ziga mos biznes turlarini topishgan. Uylar olishdi, mashinalar olishdi, o'z yo'nalishini topishdi. Va albatta marketolog bo'lib ishlab, katta kompaniyalar marketolog bo'lib ishlayotgan qizlar ham bor. Aynan daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, meni videoimni ko'rib to'g'ri qaror qabul qilyapsiz. Hozirgi kungacha 4 yildan beri marketing 0 dan marketing qirolichasi, biznes 101, sold out kurslarimni muallifi bo'laman. Undan tashqari o'zimning birinchi kitobim Marketing qirolichasi nomli kitobimni 20 mingta tirajda sotib ulgurganmiz. Hozirgi kunda Marketing 0 dan nomli kitobimni ustida ish olib bormoqdaman. Tez kunlarda uni ham nashr etamiz. Men haqimda ozgina bilib oldingiz, ma'lumotga ega bo'ldingiz, endi darsga o'tish vaqti keldi. Mavzuga qaytishdan avval bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida sizga alohida sovg'am bor. Xo'sh, nima uchun sizda hozir sotuvlaringiz 10 barobar oshmayapti? Nega siz reklamalaringiz ishlamayapti? Nega mijoz aynan sizdan sotib olmayapti? Shu savolga bugun javob olasiz. Men shu kungacha 100 xil bizneslarni tahlil qildim, konsultatsiya olib bordim, razbor o'tkazdim va har bitta tadbirkorni, aksariyat tadbirkorlarning xatolari bir-biriga o'xshaydi.
eng katta birinchi xato O'zbekistonda kadrlarni, sotuvchilarni tarbiyalash, sotuvchilarni trening qilib o'tkazish yo'q. Hamma yoq tavakkalga qilinadi. Marketing bilimiga birinchi kompaniya asoschisi ega bo'lishi kerak. Keyin u o'zini xodimlarini tarbiyalash kerak. Sotuv bo'limiga alohida treninglar o'rgatish kerak. Menimcha O'zbekistonda tadbirkorlarning orasidagi eng katta xato hamma narsa tavakkalga qilinadi. Bilim olish xato, aldangan hisoblanishadi. Vaholanki, tadbirkorning eng katta quroli bu ma'lumot. To'g'ri ma'lumot bo'lsa, siz to'g'ri qaror qabul qilasiz. To'g'ri qaror qabul qilsangiz, siz pulingizni to'g'ri, tejamkor qilib ishlatasiz. Biznes to'g'ri qarorlar ustiga qurilsa, sizda daromadli va kelajagi bor biznes quriladi. Bizda eng katta xato choyxonada o'rtoqlar bilan o'rtog'ini xohlagan biznes ochiladi. Faqat daromad qurilish uchun ochiladi. Kelajakdagi imij uchun o'ylanmaydi. Hozir hamma pulni yig'ib, dacha, uy, bitta mashina olib, bitta to'y qilib olish uchun ish olib boriladi. Bu eng katta xato. Bilim olib kurslarda o'qiyapman desa, birinchi o'rin tadbirkorlar seni aldashibdi. Moshenniklarga uchrabsan deyiladi. Vaholanki, bu dunyoda bitta farosatli, bitta farosatsiz inson yo'q. Ma'lumotga ega, bilimga ega, tajribaga ega inson bor. Hech kimga ishonmasdan yalqovlik qilib, olma pish og'zimga tushdi deb uyda o'tirgan inson bor. Hamma atrofdagilar moshennik. Kurs qiladiganlar ham, biznes qiladiganlar ham, reklama qiladigan, hammasi insonlarni aldaydiganlar. Ular farishtalar uyda o'tirib, hammani yomonlab, yomon ko'rib, Instagramni yurg'izmasdan, hech kimga hech nima sotishga harakat qilmasdan farishtalar bo'lib, qanot qoqib o'tiradilar. Agar siz u toifadan emas, balki bilim olishga, rivojlanishga va o'sishga ishonsangiz, aynan men sizga bugun ushbu video orqali daromadingizni oshirish sirlarini aytaman. Sotuv ko'nikmalarini o'rgansa bo'ladi. Sotuv bilan hech kim tug'ilmagan. Hech kim sotuv bilan tug'ilmagan. Nimaga men o'zimni 10 ta passiv daromadim bo'lsa ham, normal daromadga ega bo'lib, Toshkentning qoq markazida eng katta xonadonda yashayotgan bo'lsam, hozir sizga Instagramda yoki YouTube yoki Telegramda biror narsa sotaman. Chunki sotish bu aybdorlik emas, sotish bu san'at. Sotishni yaxshi ko'rish kerak. Chunki o'z fikringizni boshqa odamga o'tkazdingiz. Sotuv men uchun bu o'yin va sota olsam men o'zimni g'olib deb his qilaman. Shuning uchun har kuni Instagramimda yoki kurs sotaman, yoki kitob sotaman, yoki konsultatsiya sotaman, yoki boshqa insonlarning kiyimini sotaman, je bo'lmaganda oyimning ko'yligini kiyib beraman. Chunki bir kun mana shu sahifam orqali 50 mingta, 700 mingta obunachim isrof bo'lib yotganga o'xshaydi, biror narsalarga sotmasam. Sotuvga birinchi o'rinda sizni sotuvingiz bo'lmayapti. Eng katta xato, siz sotuvni xato deb o'ylaysiz. insonlarni aldayapman deb o'ylaysiz yoki de sotuvchilik u bozorchilik. Siz intellektualniy ziyoli oiladansiz va sotishga uyalasiz. Birinchi o'rinda sotuvlar kimda bo'ladi? Sotuvga bitta o'yindek qaragan va uni g'olib bo'lmoqchi bo'lgan insondek qaraladi. Sotuv bu ko'nikma va buni o'rgansa bo'ladi. Va sizdan narsa sotib olmaganlar yomon insonlar emas. Sizga sotmoqchi bo'lganlar firibgarlar emas, balki-da sizdan sotib olganlar, siz ularga to'liq ma'lumot berganlar. O'zbekistonda shu chayqovchi, bozorchi, "Voy nima sotyapsan? Instagramda hamma sotyapti, endi sen qoldingmi?" degan gapdan qo'rqmaganlar va sotuvga bitta ko'nikma va u bilim olish ko'nikmasi va bu meni eng boy qiladigan ko'nikma. Bitta odam olsa oldi, olmasa yo'q. Olmasa men xafa bo'lmayman va o'zim sotuvni oxirigacha o'rganaman deganlar uchun sotuv ko'nikmasi bu eng qimmat ko'nikma. Sotarsangiz o'zingizni eng katta kompaniyaga sota olasiz. Yoki-da boy insonga turmushga chiqa olasiz. Yoki-da o'zingizni g'oyangizni sotib eng katta investorga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun sotuv ko'nikmasiga va sotuvga birinchi o'rinda negativ bilan qaramang. Men bugun 100 ta mahsulot sotaman Instagramga chiqib. Men bir oyda 300 ta mahsulot sotaman deb sotuvga xuddi o'yinga o'xshab va bu farosatli, farosatsiz emas. Haqiqatda sotuv ko'nikmalarini o'rgana olish mumkin. Osh qilishni o'rgana oladingizmi? Oyingiz ko'rsatib berdimi? O'qituvchingiz yozishni o'rgatdimi? Algebradan formulalarni o'rgandingizmi? Karra jadvalini yodlab oldingizmi? Mendeleyev jadvalini o'qiganmisiz? Ekzamen topshirganmisiz? Sotuv ham xuddi shu narsa. Sotuvni o'rgansa bo'ladi va sotish bu eng katta ko'nikma, undan uyalish kerak emas. Agar shu ikkita narsani xayolingizga qo'yib olsangiz, sotish bu ayb ish emas yoki-da pastki qatlamda ish emas.
Stiv Jobs chiqib o'zini iPhone'ini sotgan. Elon Musk o'zini Teslasini sotadi har doim. Siz eng tanigan blogerlar, Chechenko ham bir kunda 5 ta kompaniyani birorta mahsulotini sotib o'zini 5-uyini oldi. Nima uchun siz uyalishingiz kerak? Nima uchun siz uni pastga qatlamda deyishingiz kerak? Nima uchun siz hozir sotuvda o'rganolmayman deb o'ylashingiz mumkin? Boy insonlarning har biri sotuvchi bo'lgan. Boy insonlarning har biri storiesida, reklamasida, reelsida biror nima sotadi har kuni. Shuning uchun ular boy. Shuning uchun bugungi reelsdan, bugungi darslikdan oladigan eng katta insight sotish bu zo'r o'yin. Uni yutgan sari pulingiz ko'payadi. Va bu o'yinning qoidalarini siz o'rgana olasiz. Ko'p aksariyat tadbirkorlar O'zbekistonda eng katta qilgan xatosi bu hozir Optimga olib, sotib olib, pul qilib olib, faqat 2 yillik yoki 3 yillik biznesni o'ylab biznesga kirish. Bu eng noto'g'risi. Sizda nima bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda bu yerda siz biznesga kirishdan avval chet ellik kompaniyalarni qarasangiz 100 yillik, 500 yillik, 1000 yillik kompaniya tutishga harakat qilishadi. O'zlarini u oila a'zolari o'tib ketgandan keyin ham u biznes yuradi. O'zbekistonda faqat bizneslar 2-3 yilga qilinadi. Eng asosiysi kelajakdagi reputatsiyasi, imejiga qaramasdan srok o'tib qolgan, sifatsiz yokida va'da berib va'dasiga vafo qilmaydigan bizneslarni kirib olishadi ko'p aksariyat tadbirkorlar. Bu eng katta xatolardan biri. Ikkinchi eng katta xato sotuvda sabrsizlik. Ya'ni hozir reklama berib, hozir natijani xohlashadi. Vaholanki, reklamaning natijasi 6 oyda ko'rinadi. Siz o'zingiz kompaniyangizga 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik o'ziga yarasha strategiya tuzishingiz kerak bo'ladi. Planingizni uzoq qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, meni obunachilarim Instagramda 2 yil meni kuzatgandan keyin kurs sotib olishadi. 2 yil meni kuzatib boshida ishonishmaydi. 2 yildan keyin ham o'rtog'i o'qib, o'sha natija qilgandan keyin yoki qo'shnisi o'qib natija qilgandan keyin sotib olishadi. Men 2 yil mobaynida mendan hech kim sotib olmasa, men Reels qo'yishni to'xtatmayman. Men bilaman, что bitta klient meni 2 yilda pishib keladi oldimga. Endi eng katta oldin ishlagan va hozir ishlamaydigan xatolardan biri hissiyot orqali sotish. Voy qizlar qaranglar, asal ekan, shirin ekan, zo'r ekan deb sotsa, u hech kim hech qachon sotib olmaydi endi. Chunki Instagramda hamma bir nima sotishga harakat qilyapti. Ha, ayol kishilar ko'pchiligi hissiyotga asoslanib sotib olishadi. Chiroyli ekan, zo'r ekan, bitta bo'laman ekan deb. Ammo lekin puli eri pul beradi. Eri uyga kelib pulni nimaga ishlatding desa, men buni oldim desa, qanaqa ekan desa, zo'r ekan, asal ekan desa, erkak kishi nima deydi? Seni aldabdi deydi. Ayol kishi o'zini aldangan qilsa, sizga kelasi safar yangi kolleksiya sotib olmaydi. Siz ayol kishiga qachon sotib bo'ladi? Statistika bilan gaplashasiz. 2 yillik garantiyasi bor. 4 faslda ishlatsang bo'ladi. Hozir shuncha skidka deb. Shunda faktlar asosiga sotishingiz kerak. Siz garantiya borligi, necha yilga garantiya berishi, qaysi vaqtda muddatda ishlatsa bo'ladi, qachon natija bo'ladi. Meni kurslarimda ko'pchilik natijani 6 oy davomida ko'rishadi. Yoki kursda oxirigacha ham ko'rishadi. Birinchi natijani chunki biz zo'r taklif berib, target yoqib, uje birinchi sotuvlarni kurs davomida qilib, kursda pulini kurs davomida chiqazib bo'lishadi. Shunaqa biz metodologiyani qo'llaganmiz. Agarda siz o'zingizni birorta, men seni 5 oyda ozdirtirib beraman. Bu mahsul, men Xitoyda tish soldirdim. Xitoyda tish soldirsam, menga sertifikat berishdi. Nima desam, bu garantiya deydi. Qanaqa garantiya desam, 2 yil davomida tishingga biror narsa bo'lsa, kesin tekinga solib qo'yamiz dedi. O'zbekistonda hech qaysi stomatologiya buni qilmaydi. Ya'ni hattoki tishga ham stomatologlar garantiya beryapti. Chunki men uyga berib tish soldirdim deb ikkilansam, sifatiga 2 yil davomida buni garantiyasi bor. Mabodo bir narsa bo'lsa, men buni qaytadan tekinga soldirishim mumkin. Mijoz hech qachon o'zini aldangan his qilish kerak emas. Mijoz sotib olayotgan hissiyotlarga asoslanib sotib olishi mumkin. Ammo lekin u keyin nima qiladi? Hissiyotlariga berilib sotib olgan, uyga kelgandan keyin hissiyotlar o'lgandan keyin nima uchun sotib oldim deydi. Mana aldashdi deydi. O'zini aldangandan keyin sizga qaytib kelmaydi. Sizni kim boy qiladi? Sizni har doim sodiq mijozlar boy qiladi sizni. Eng katta qilinadigan xatolardan biri, ayniqsa ayollarning biznesida hisob-kitobga aralashmaslik, hisob-kitobni to'g'ri bilmaslik, emotsiya orqali hisob-kitobsiz narx qo'yish, o'zlarini raqobatchilarning narxi bilan yutaman deb harakat qilish. Raqobatchilarni hech qachon narx bilan yuta olmaysiz. Faqat qo'shimcha servis bilan, sifatliroq servis bilan, sifatliroq mahsulot bilan raqobatchilarni yuta olasiz. Agarda
hamma raqobat narxga qarab sotib olganda hamma o'rikzordan kiyayotgan bo'lar, bekbarakadan kiyayotgan bo'lar. Nimaga $500, $600, $1000 hali ham ayollar kiyim sotib olyapti deb o'ylaysiz? Albatta, ayollar o'zgacha bir dizaynga, o'zini yaxshi his qilish uchun alohida pul to'lashadi. Erkaklar ham erta qachon, nima uchun ular Ferrari, BMW, Mercedeslar sotib oladi? Qulaylik va brending, marketingning kuchi bilan. Shuning uchun agarda siz biznesga raqobatchilaringizni faqat narx bilan o'ldiraman desangiz, sizning biznesingiz minusga uchraydi. Shuning uchun har bitta tadbirkor nimalarga ahamiyat berish kerak? Hisob-kitobga. Narxni iloji boricha mahsulotingiz ustiga tan narxidan 3 barobar ko'proq qo'yishingiz kerak. Agar tan narxidan 3 barobar qo'ya olsangiz, shunda reklamaga ham to'g'ri keladi. Masalan, siz mahsulotingiz $10 ga tayyor bo'lsa, bo'lmaganda siz $40 ga sotishingiz kerak, eng arzoni. Agar $50 ga sotsangiz bomba bo'ladi, chunki reklamaga, targetga. Chunki ertaga 50% chegirma qo'yganingizda ham siz plyusda chiqishingiz kerak. Shuning uchun hisob-kitobda to'g'ri narxlash strategiyasini bilishingiz kerak. Birga 1 qo'yadi, birga 2 qo'yadi degan biznesda ertadan kechgacha ishlaysiz, daromadi oz bo'ladi. Yana bitta muammo o'z mahsulotingizni sotuvdagi eng katta xatolardan biri mijoz sizni tushunmasligi. Mijoz sizni tushunmasa, sizdan sotib olmaydi. Men buni ko'p aytganman. Men 2012-yili Xitoyga borganman. Xitoyda borganimda KFC ga kirganimda achchiqmas KFC topa olmaganman. McDonald'sda ham bir go'shtli McDonald's topa olmaganman, chunki Hindiston bo'lgan. Hindistonda ham achchiq ovqatlanar ekan va Hindistonda achchiqmas tovuq topa olmaganman. Hindistonda hech kim mol go'shti yemaydi. Mol go'shtli cheeseburger topa olmaganman McDonald'sda. Men bu davlatlarga, Malayziyalarga, Dubaylarga uchsam, McDonald's amerikanskiy brend ustiga katta qilib halol sertifikatini qo'yib qo'yadi. Mijoz sizdan sotib olish uchun siz mijozni tilida gapirishingiz kerak. Mijozni og'riqli nuqtalarini bilib, mijozni qadriyatlarini bilishingiz kerak. Men Amerikadan qaytganimda 2017-18-yillari hamma Instagramini nimagadir rus tilida olib borar edi. Esimam 2018-yilda endi kirayotgan etaplar edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing. Hamma marketologlar rossiyskiy kurslardan SMMda o'rganib, O'zbekistonda nimagadir sahifalarini rus tilida olib borishardi. Keyin men o'rganganman Artiq Xojayevning brendlarini, chunki men u vaqtda qurilishda bo'lganimda Artiq Xojayevning brendlari Tashkent City qurilayotgan vaqtda o'zbek tilida olib borilgan va uylarini meni kompaniyamdan ko'ra ko'proq sotishgan. Artiq Xojayevning muvaffaqiyat sirini o'rganganimda, men Instagramga rus tilida yozayotgan bo'lganman, lekin ular o'zbek tilida yozayotgan bo'lgan. Shunda qarang, rus tilini faqat 10% aholi tushunsa O'zbekistonda, yana 90% aholi o'zbek tilini tushunadi. Sizni mijozingiz sizni tushunmasa, sizdan sotib olmaydi va mijozni qadriyatlarini bilishingiz kerak. Aynan Moderna Premium magaziniga alohida har bitta zaliga 5 kishi o'tirsa bo'ladigan kreslo qo'yib qo'yishadi. Ayollar kiyimi turetskiy, italyanskiy emas, turetskiy brendlar bo'ladi. Men o'ylardim, bitta zaliga bitta 5 kishilik stol yetadi. Nimaga men bu kiyimlar qo'yish to'g'riniga ular endi usti xuddi charlarini stolni tuzab qo'yishadi. Chaq, chuq, shokolad, Red Bulldan tortib, kofedan tortib, borsiz magazinga chiqib sizga morojniy olib kelib berishadi. Keyin bir kuni borsam, bitta xojona keldi. Xojonaning yana ikkita kelini keldi. Ikkita nevarasi keldi, yana 3 ta qizi keldi. U xojona hamma pul xojonada turar ekan. Moderna Premiumga kelib, 8 ta farzandiga, qarindoshiga kiyim oluvdi. Moderna Premiumga 3000-4000 lik sotib qo'yib qo'yishdi. Xojona o'zi qariroq, bundoq o'tirib, o'zini mahsulotlarini, o'zini zo'r hurmat qilingan his qildi xojona. Xojonaga kiyim kerak emas, ular qarilar. Lekin xojonaga podxod kerak. Voy, men bu xojona zo'r xojona ekan, kelinlariga, qizlariga, nevaralariga zo'r kiyimlar olib berdi degan gap kerakligi uchun o'sha xojona o'tirdi. 8 ta qarindoshiga kiyim olib $3000 dan oshiq pul tashab chiqib ketdi. Men uzoq kiyim tanladim. Ikkinchi xojona keldi, ular ham 4 ta qizi bilan keldi. Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, xojonada o'g'lidan eng katta pulni oladi, xojonaga onani hurmat qilishadi, xojonaga pulni berdi. Hamma kelinlariga chiroyli ko'rinish uchun, xalqqa zo'r qaynona ko'rinish uchun borib kelinlarini, qizlarini kiydirdi. O'shanaqa xojo onalar uchun Moderna Premium bizani qadriyatlarimizga moslashib, charlarini stolini qilib qo'ygan, ikkala zaliga, bitta zal emas, ikkita zaliga. Agarda siz
bozorga moslashmasangiz hech qachon sotuv bo'lmaydi. Chunki qadriyatlaringiz bitta joydan chiqmaydi. Turmush o'rtog'ingiz bilan qadriyatlaringiz bitta bo'lmasa, siz po-любому ajrashasiz. Menda shunaqa bo'lgan. Qadriyatlarimiz umuman ikki xil bo'lgan. Agarda siz mijozlaringiz bilan qadriyatlaringiz ikki xil bo'lsa, sizdan hech kim hech qachon sotib olmaydi. Hattoki McDonald's islom davlatlarida halol degan yozuvni yozadi. Moderna Premium turetskiy brend kelib, o'zining eng katta magaziniga charlari de stol tuziydi. KFC'da borsiz Hindistonda achchiqmas tovuq topolmaysiz. Men KFC va men achchiqmas tovuq qilaman demadi. Men McDonald's men go'shtli cheeseburger chiqaraman demadi. Men McDonald's bilan amerikanskiy brend halol yozuv yozmayman demadi. Agarda mahalliy qadriyatga moslashmasangiz va ular gapirgan tilda gapirmasangiz, sizda sotuv bo'lmaydi. Bugungi dars siz nimani o'rgandingiz? Sotuv bu gunoh yoki aldash emasligini o'rgandingiz. Va xodimlar, sotuv xodimlari har doim trening qilinishi kerak ularga. Farosatsiz farosatli xodim bo'lmaydi. Ikkinchi o'rinda siz o'rgandingiz bugun sizni qadriyatlaringiz va gapiradigan tilingiz bir xilda bo'lmasa, sizdan sotib olishmaydi. Eng asosiysi sotuv ko'nikmalarini o'rgansa bo'ladi. Bu xuddi algebrani, ingliz tilini o'rgangandek o'zining formulalari bor va buni o'rganish shart. Agarda siz sotuv ko'nikmalarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sotadigan reels, sotadigan taklif va sotadigan suhbat olib borishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizni 2 oylik sold out kursimga taklif qilaman. U yerda siz 2 oy mobaynida mendan bilim olib, sotuv ko'nikmalarini o'zlashtirasiz. Nafaqat sotuv, balki bitta reelsni ko'rganingizda bu reels sotuvga olib keladimi yoki yo'qmi? Sharhni o'qiganingizda bu sharh sotuvga olib keladimi yoki yo'qmi? Bu mijozga men sota olamanmi yo'qmi? Aniq bilasiz, siz sotuv bo'yicha ekspert bo'lasiz. Nafaqat bir zo'r sotuv qilasiz, balki de Instagramga ishonchga kirish, zo'r taklif berish, sizni mahsulotingizga qiziqganlar sonini oshirish va mahsulotingizni qimmatroq sotish sirlarini o'rganasiz. Pastda havola qoldirganman. Sold out kurs haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun havola orqali o'ting va birinchilardan bo'lib o'z joyingizni sold out kursida egallang. Sold out kursi onlayn va offlayn formatda ham bor. Mendan jonli dars olishni xohlasangiz, ushbu havola orqali o'tib o'z joyingizni band qiling. Dars boshida sizga sovg'a va'da qilganim sovg'a bor. Sotuv bo'yicha, sotuv ko'nikmalarini oshirish bo'yicha bepul gaydga ega bo'lish uchun ham pastdagi havolaga o'ting. U yerda yozilgan gayd bepul sovg'a deb, o'sha yerdan olib bepul bilimga ega bo'lsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Alima Aybekovna edi. Sotuv ko'nikmalarini o'rganing, daromadingizni oshiring. Xayr.